Avtomashina bozorida mashina narxlari tushishda davom etmoqda. 1800 dollarga Lacetti olgan bo'larmidingiz? Mana shu videorolik ostida 10 mingta like yig'iladigan bo'lsa, aka ikkinchisi bor. Unisini ko'rsatamiz. Bizda endi obunachilar ko'p so'rashadi. Aslan Nexia'ni puliga Lacetti'larni ko'rsataverdingizlar-ku. Namangan avtomashina bozori avtomashina narxlarini sindirishda davom etaveramiz. Aka, ishoning, aka ko'rganingizga hech qachon afsuslanmaysiz. Mahallada ham duv-duv gap bo'lasiz. Xo'ja aka 1800 dollarga qo'shningiz Nexia olib chiqqan bo'lsa, siz bitta bo'ling, rangi nima qilib beradi? Nomi Lacetti aka, to'g'rimi? Patishkani yo'ryapsizlar. Aslan uka Rossiyadan salom, Samarqanddan salom. Kommentariyalarni ko'ryapman aka. Vaqtim bo'lganda hammasiga like bosib ketyapman aka. Jonlaringni omon bo'lsin, patishkani qilaverasizlar. Ancha likelardan berib qo'yasizlar. Anjali akalarimiz ko'p-ku. Patishka qilib o'rishadi. Xo'p. Keling endi sizlarni mashina bilan bir qator tanishtirib o'taman, ha. Jo'rajon, yili nechi edi buni? 2006 aka. Ha, 2006. Shunisini ham aytib ketaman. Bu koreyskiy varianti. 389 ming kilometr yurgan. Qaytarildi deymiz aka. Unaqa deymiz-da. Chexopolik hamma yo'q uzr. Bos so'radigan joy aka, to'g'risi. Barteri ham bor. Barter ham bor aka. Xohlasangiz aka, barteri ham bor. Tepaga chiqaverchi zinadan bitta tepaga. 4 yumshoq bog'lar qo'yilgan. Kraska petno deyishyapti. Petno unaqa edi. Nima u ketmagan. iPhone Oshon shaffof temir gazi ham bor ekan buni. Xullas, maza qilib o'rasizlar. Assist bo'lmagan oshni? Yo'q. Assist bo'lganlarni ham sal qimmatroq sotdi qo'ydi e'longa, lekin bu assist bo'lmagan variant aka. Вообще, oldingizni minasiz bo'ldi. Tasavvur qila olmaysiz aka. Zo'r. Xo'p, kapotini ochib keldimmi? Patonni ko'rsatib qo'y, oshni ochib qo'ying. Mana, kel yaqinroq ko'rsat. Yaqinlashtir kamerani. Kapotida mana joyi turibdi, mana ko'ryapsizmi? Shunaqa joylari bor. Xo'p, motor bosib qo'yilgan do'stlar, ko'rayotganingizdek, haligi toshbaqa mato deyshadi-yu, xuddi o'shandan. Lekin mana germetiklarni ko'rsat. Ana shundoq. Xo'p, sekin. Endi bu mashinani 1800 dollar berasiz, shkaltisiga beramiz. Nasiya savdo qilib kelishamiz. Mashinamiz tan narxi 3900 dollar. Yana o'tib berishadi, oshnalarimiz ham mana ko'rayotganingizni beramiz aka. Yana tushib ham beramiz, ha. Endi shunga moslab bitta Malibu'ni arzondan ko'rsatib qo'yaylik. Aka, 1-2 ta. Nechi edi? 120 ming yurdi. Bu 1.5 turbinadan-da, to'g'rimi? Akalar 1.5 turbinani ish qo'zi ko'p-ku, so'raysizlar. Toza kraska. Toza. Nech pul beramiz oshni? Buni aka 7.5 dan o'tib beramiz. So'z ko'rki maqol, yigit ko'rki soqol. Soqol o'stirmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun minoxidil 10% ligini tavsiya qilamiz. 5% dan ko'ra rezultat ko'p bo'ladi. Soch to'kilayotgan akalarimiz uchun akalar shampun variantlari ham bor. Bu piyozli bo'ladi. Originali do'stlar. Sochingizni oqarib ketgan insonlarga do'stlar soch qoratiradigan mahsulotlarimiz ham bor. Bu joyda ko'rib turgan 100 dan ortiq mahsulotlar barchasi deyarli Hindiston mahsulotlari. Vitiligo, psoriaz, oq dog'lardan aziyat chekadigan akalarimiz bor. Qolaversa, prostatasida shamollash bor insonlar bor. Ana shu insonlarga ham do'stlar eng zo'r samarali yuzim Hindiston mahsulotlari bor. Qolaversa yuzdagi qora dog'lardan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz ham bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Farzandingizni kindigida og'riq bo'ladimi, yo'tali bo'ladimi, shamollashga, hammasiga do'stlar barcha mahsulotlarimiz yetib kelgan. Hammasi 100% original mahsulotlar. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'yicha bemalol dostavka qilib yetkazib beramiz. Kraskachi? Toza. Radnoy kraska. Voy, gap yo'q. Xo'p. Aka, bu Malibu действительно boshqacha shoning. 126 ming kilometr yurgan material chexol, Malibu 2, 1.5 turbina, ekonomishnisi, maza qilib haydaysiz. Propan gazlargacha bor aka. Propan gazigacha bor. Tayyor. 7500 dan yana o'tib ham beramiz deyapti. Endi 120 ming kilometr yurgan. Eshigi shumka bo'lgan. Yumshoq bo'lgancha qo'yib qo'yilgan. Zo'r narx aka, lekin 3.5 ga lekin qiyin topib olish. Xo'p, propan gazgacha qo'yilgan. Zo'r yuradi. Bozorni pul so'radi. So'rab turibdi aka. So'rab turibdi. Qancha bunga ham 8-9 ming boriga, 10 ming puli boriga gaplashaveramiz. Pachkasi boriga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Aytdim, bugun Malibu'ni dod deydi deb. 10 ming dollarga Malibu 2 1.5 turbina. Nasiya savdo qilib, buni ham kelishini bo'ladi. 5 ta ro'ga murosa qilaveramiz. Qilaveramiz. Akalar, nasiya savdo, halol nasiya savdo bo'ladi. O'zlari bilan 17 millik mashinani balki 17.5 kelisharsizlar, 18 ga kelisharsizlar. Qancha muddatga olishingizga qarab
Yog'iga narxini gaplashsangiz bo'ladi. Xo'p, men sizga endi motorni ko'rsatib qo'yaman. Qani. Qayoqqa yuribman? Mana 1.5 turbo. Propan gaz uстановка qilingan. Hidi umuman chiqmaydi aka. Xudo xolasa salonni ichi hidi yurmaydi. Ko'pchilik akalarimiz endi yurishadi, shlankasini vaqtida almashtirishmaydi aka. Shuni hisobiga salonni shlankasidan haligi to'ladi-yu, mag'ar bosadi, to'ladi. Tez haligi 30 ming almashtirib tursangiz ham umuman xudo xolasa unaqa muammo kuzatilmadi. Bo'ldi, ko'p gapirib yubordim. Sizlar yuragingizni isib tashladim. Telefon raqamchi? 70lik, 70lik 233, 233 17 12 72. Ha, 12 72. Qanaqa kompaniya bu? Yusel shunaqada. O'zmobile bo'lsa kerak. O'zbek akalarimiz ichida eng ko'p berilayotgan muammo Azxon Gentrani Monzaga solishtirma deyishini mumkin. Xolis kommentariyada fikringizni yozib keting. Akalar, biz sizlarga Monzani qorasini ham, Gentrani qorasini ham ko'rsatamiz. Bilasizlar, buni komfortiga tenglashmaydi. Haqiqatan solishtirib bo'lmaydi, lekin hurmati baland deb qo'yishadi-yu akalarimiz. Aslo yetmaganini ham gaplashaveramiz dedingiz, aka. Biroz qiladi. Oqsolab qo'yishgan joyiga narsa savdo qilib kelishaveramiz. Syomkalar chiroyli bo'laveradi. Akalar, birinchi sizlarga Gentrani shuni narxini ko'rsataman. Undan keyin Monzaniki bo'ladimi? Necha yili? 21-yil Gentra. 2021-yil Gentra avtomat qorasi Amerikanga olib turib 4 dyuym shovolon, pult hamma yo'q qo'yilgan. 908 pulti Amerikanga olib tursa original qo'yilgan. Start stoplargacha qo'yib qo'yilgan. Mana aka salonlarni ko'rishingiz mumkin. Gentrani olgandan keyin eng kamida aka odam qilishingiz uchun eng kami $3000 sarflashingiz kerak. Shunda zo'r bo'ladi. 71000 kilometr yurgan. Xo'p, rul qo'yasiz, bar qo'yasiz, motor, deflektor, xullas shumka ancha ishi bor aka, to'g'risi. Xo'p, pishalkalargacha o'rnatib chiroyli qarab qo'ygan. Necha pulga beramiz endi buni? 11200 ga beramiz. $11200 ga bo'lsa beramiz. Orqasida Propan gazigacha bor. Xo'p, o'tib yurishadi, yana kelishadigan joyi bor. Endi Monza kerak ko'rayotganmiz seni. Bu o'sha nima desa bo'ladi? Zamonaviyrog'i desa ham bo'laveradi. Hamma o'zgarishlarni bittada ichiga mujassam deydimi? Mana o'zimga ham Gentra yoqadi. Gentra baquvvat, haqiqatan zo'r. Ovozini eshityapsiz-a? Lekin bundagi nimasi bo'ladi? Komfort unda yo'q. 43000 kilometr masofani bosib o'tdi. Sidinalari isiydi do'stlar, ko'rayotganingdek. Salonlari polniy koji, avtohold, elektron rushnik, lyuklari, video registrator, hamma yo'llari bor. Zavodskiy deflektor, hamma yo'li chiqqan. Bu 1.3 turbinasi aka. Propan gazi ham bor bizda. Propan gazi ham bor, archa baloni ham bor. Kraskasi toza. Kraska top-toza. Ana shundoq. Xo'p, propanda benzinda yetishadigan bo'lsa, propanda 2 litr ko'paydi aka. Shuni hisobini olib yuraverasiz. Lekin meni yurgan insonlar aytishyapti, dalniyda 1000 kilometr ham yurdi deyishyapti aka. Gibrid singan. Pulchi aka? Pulini 15800 ga beramiz. $15800 ga tushib beramiz deyishyapti. Mana 1.3 turbo dvigatelligi, propan gazi hamma yo'l sinovga qilib qo'ygan. Olib maza qilib haydashingiz uchun tayyor. Ideal holatda nuqsoni yo'q. Hop, Onyx ham bor. Onyx ham bor. 23 aka. Onyx so'ragan insonlar uchun. Zavodskiy redline'mi aka? 43000 yurgan 1.3. Zavodskiy redline? Yo'q, redline qilingan o'zi Premier. Ha, Premier redline qilib qo'yilgan. 24-yil. 2024-yil. Ana sizlarga 3 ta konkurent bitta videoda bo'lyapti aka. Onyx, Gentra, Monza. Qancha yurgan dedingiz? Bu Toshkentda ko'raverasiz. 57000 bo'pti hozir. 57000 kilometr bo'ldi. Sekin lambalatma Jasurbek. Xo'p. 57000 masofani bosib o'tdi. Bunda ham propan gazi bor. 4 ta bolani yangi yumshoq balongacha qo'yib qo'yilgan, redline qilib qo'yilgan. Redline qilib qo'yilgan. Bu qaysi to'rmi aka? Yo'q, 5 ga bo'ladi. 4 da luk bo'lmaydi. 5 da luk bo'ladi. Sidinalar o'sha koja. 5-pozitsiyasi. O'rtasi material bo'ladi. Tanlov o'zingizda qaysi birini xohlasanglar, ana shunisini telefon qilib barcha qilsanglar bo'ladi, kelishib. Xullas, anaqa Gempen hujjat bo'laveradi-a? Ha, bo'laveradi. Muammo yo'q, ishonchli. Pulinchi pul buni? Buni 12600. Butib beramiz. Kraskasi toza. Gaplashadigan joyi bor. Bo'ldi. Telefon raqamingiz-chi? 93li 93li 916 0505.
Akalar agar qimmat aytib qo'yadigan bo'lsam, shapat uraverasizlar shu mashinani. Kommentariyada shapat beravering. Kommentariyada shapat berishaversin, ha. Tutosini ham shapat beraverasizlar. Shunaqa. Jigar bitta narsa. Bu mashinani oldingi hafta 22,5 ming dollardan ham xuddi shunaqasini qo'yganmiz. 21,5 ming dollarga ham qo'yganman-da. Hozir ko'rsatadigan narximda, lekin Bozor bo'yicha yo'q ya. Yo'q, ha? Ha? Seriozmi? Tan olasiz, ha? Men narxini so'ramadim. Men uncha qo'ying demadim. Nech pul qo'yib yurgansiz desam, 21,5 ming, 22,5 ming qo'yib yurganman. Narxini nech pul dedim? 19 ming 350 dollar. 350 dollar. Xo'p, endi bu mashina yiqilingan ishlarni aytamiz. Mes xato qilib bo'lgan. Yumshoq bo'lib taqib bo'lgan. Kraska polnimi jigar? Kraskasi yolg'on bo'lmasin, narigi tomon eshigini o'zida, Hop. o'zini zavod eshigi, Aha. narigi tomon mashq holat bo'lsa, bitta eshik iloji yo'q lak polni berishgan. Qolgan joydagi 100% garantiya. Olib chiqsin, minib ko'rib, libo ustalariga tekshirtirib olsin. Hisob ma'lumot bir qo'l haydalgan mashina. Ana shunday. Bu oilaviy avtomashina. Saloni oldi ham ko'ryapsizlar, akalar Titanic bo'lyapti. To'g'risi, 80 qancha yurdi? 81 ming yurdi jigarim. 81 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Orqalari hamma yo'g'i ideal holatda. Самое главное, ikkita mestali. Hatto oilalarga. Hozir 18 mingga trekker olib minibdi odam. Ikkita mestali holati idealni. Trekker puliga olishsin-da, to'g'rimi? Yangisi ham hozir 8,5 ming, 18 mingda. Yana o'sha gapim, bozorda emas. Ko'rishsin, ko'rsatishsin, bunaqa narx-navoga yo'q. Behijolat narxi bo'yicha ham jigarim. Ana shunday. Lekin zo'r narx aka, 19,5 ming, 19,300 dollarga. Yarim dollar emas, aka, 19,300 ga. Ozgina bor. Xudo xolisa hamma joyda kak pachkadakka, orqa qatorlar ishlamagan ham hali. Ana shunday. Bu ditskisi ham emas aka, u katta ditskisi. O'shanaqa. Xo'p. Barter asosida ham savdomiz bor. Aha. Bankka yo'q, doimgida. Kelishsin, ko'rishsin, ko'rsatishsin, haydab ko'rishsin. Haydaganga, ko'rsatganga pul yo'q bizda. Liboy proverkan qilgandan keyin notarsdagi pul sanab berishadi. Bir qo'l olib haydalgan mashina, xohlashsa genalniy, xohlashsa afalmayna, farqi yo'q. Xudo xolisa, hujjatidan boshqasi tamom emas, yo'q jigarim. Mana qanaqa tushundinglar, akalar? Gentra Cobalt bo'lsa, barter qilib, ustidan pul olish mumkin, lekin avtokredit, mastokredit yo'q. Yo'q. Endi bilmadim jigar, men nima deyishga, to'g'risi. Shuni ham agar endi qimmat deb yozadigan bo'lsangiz, zavodskiy negativ bo'lasizlar-da, to'g'risida. Yo'q, haligi mevali daraxtga tosh otib qo'yishadi. Mevali daraxtga doimo tosh otilgan jigarim. Mevasini yeyish uchun. Mevasini yeyish uchun. O'tkazavar. Albatta. Malibuning kommentariyada ro'sa yozib yuboribsizlar. Atlet qaytaring, kelmadi, to'g'risi ozgina miya qisadi. Men ham yozgim kelmadi o'sha narsaga. 10 minut ichida Monzamiz baraka bo'ldi deganda, o'tgan hafta yakshanba kuni Monza qo'yuvdi. Ko'rganlar bor. 10 minut ichida baraka qildi o'sha mashinamizni. Malibuni ham Daj bozor kuni sotdi. Bu Monza ekan, Malibu emas ekan deyishdi. Yo'q, adashmani. Biz boshqa videoni gapirdik, sizlar negativchilik qilasizlar. Mayli, negativchilar, sog' bo'ling, omon bo'linglar. Sizlar bilan biz xursand bo'lamiz. Onyx puliga nima bor dedingiz? Onyx puliga Cherry 6 bor. Yuring, uni ham mashinani ko'rsatamiz. Mana aka, Namangan mashina bozoriga kirish, ko'ryapsiz. Bu mana shu zontin tagini eslab qoling. Shundan o'tishingizda bu yerda jigari joy. Bayroq tagi ko'rayotganingizdek. Bu nima gap aka? Mana shu yerdan hozir bitta yorib beramiz. Cherry Arizo 6. Bu birinchi qaysi ekan? Bilinib turibdi. Necha yil jigar buni? Jigarim 23-yil. Hop. 29 ming probeg. Kraskasi top-toza, holat idealniy. Даже propanigacha bor. Olgan odam shundan xohlasa genalniy, xohlasa afalmena qiladi, maza qilib haydab ketaveradi. Haydashsa bo'ldi. Ha. Oddiy misol, Onyx bozordagi narx teng. 13 ming, 13,5 ming a. 13,700 ga kelib ketishingiz jigarim. Arizona. Ashunda. Endi bu aka salon narxi ancha qimmatroq to'g'risida, shuni sizga aytib eslatib qo'ymasam gunoh bo'lib qoladi. Beskulchoy do'sti bor. Mana salonlari bir-biriga solishtiradigan mashina emas-da, to'g'risi aka, hammasi ham 29 ming kilometr yurgan, saloni hamma yo'g'i jild. Siz buni o'g'irlangan mashinalar olib kelganmisiz? Yo'q. Men sizga Toshkent chiqib ketganingizda nima dedim? Tong saharda. Bozorda yoraman dedingizmi? Bozorda nerealniy narx chiqarib beraman dedim-a. Jigar. Hozir ikkitasi ham puliga yarasha. Bozorda yo'q bunaqa narx-navoga. Yana kelishamiz dedingizmi? Bekitmayman, yo'rg'a chiq. Siz buni ichingizga aytiraman, jigarim. 13,5 ming dollarga foydalanishga olganmiz.
Sizni obunachilaringiz uchun 2 so'm foydasi beraveramiz. 2 so'm foydasi. Yo'rg'i uchun. Ana shundoq. Bittadan joyi yo'q. Ochiq karta bo'ldi. Ana shundoq. Aka, ko'ring, xohish o'zingizda. Agar kimdirda ixtiyor bo'lib turib, barter sarter qilaman desa, Behijolat. aloqaga chiqaversin. Behijolat. Bundan kattaroq mushingiz bor odam ham kelsa, biz ham ransiya beraylik. Ransiya beraveradi. Kichkinaroq kelsa, kichkinaroq bizga bir ransiya bersin. Muammo yo'q. Taka bilsin, sut bersin jigar. Ana shundoq. Bo'ldi. Telefon raqamimiz 94lik 463 77 77